Sizdagi kuchli bilim va yuksak intilish bilan ko'p narsaga erishamiz. Siz bilan birga hamkorlik qilishdan faqat xursand bo'lamiz. Minnatdorman. Lekin bitta masala bor. Xo'sh. G'olib bo'laman deb sira o'ylamagandim. Nima bo'lsa bo'ldi deb tavakkal qilgan edim. Bilasizmi? Dadamga o'qituvchi bo'laman deb va'da bergan edim. Indinga birinchi ish kunim. Ertaga jo'nab ketyapman. Tushunishim bo'yicha, Ha. Yevropaga borish taklifini rad etyapman. balki fikringiz o'zgarar. Menimcha o'zgarmaydi. Yaxshi. Har ehtimolga qarshi xabaringizni kutaman. Xo'p, Mayli, omad. rahmat. Voy qizcha. Maktab qayerda? Kelmaysiz deb o'ylagandim. Ko'rganimdan xursandman. Ko'rib turganingizdek, mana keldim. Shu yerdaman. O'g'lim, bizni maktabga sizday xodimlar kerak. Yosh, bilimli hamda erkak. Ayol o'qituvchilar ko'p. Ularga e'tiroz yo'q, lekin uyda otani o'rni bo'lganiday, maktabda erkak o'qituvchini o'rni bor. Bolaga ta'lim berish majburiyatimiz bo'lsa, unga tarbiya berish qo'shimcha vazifamiz. Bu borada bizlarning ahamiyatimiz katta. Sizni o'rningizda oldin yosh qizimiz bor edi. Ana Absalimmi kelini. Bilimli, mas'uliyatli, metodi ham yaxshi edi. Qaynonasi aynadi-yu, uy ishlariga ulgurmayapti deb ishidan chiqarib oldi. Natijada bolalar ingliz tili ustozsiz qoldi. Sizdan umidimiz katta. Omad yor bo'lsin, bolam. Xayrli kun bolalar. Men sizlarni ingliz tili fanida yangi o'qituvchingizman. Ismim O'lmas Abdurahmonov. Nega yozmayapsiz? Bunaqada chorak oxirgacha o'zlashtira olmaysiz? Baribir yeta olmaymiz. Nega unaqa deyapsan? Chunki ketib qolasiz. Xo'sh, nega ketar ekanman? Siz kelishingizdan oldin 3 ta ustoz keldi. Ozgina dars o'tdi-da hammasi qochib ketdi. Siz ham qochib ketasiz. Shoshmay tur, hozir qaytaman. Xayrli kun Rustam Umarovich. Ahvollaringiz qalay? Rahmat, hammasi yaxshi. Sizga oxirgi marotaba imkoniyat bermoqchimiz. Indinga uchib ketamiz. Qaroringiz o'zgarsa, bajonidil kutamiz. Juda xursand bo'laman. Bilasizmi, haligi Alo. Alo.
Ketasanmi ukam, yo'qmi? O'zing bilasan. Ustoz bola urishyapti. Qani yurchi? Shu yerdami? Ibrat farzandlari orqali bugun 1 milliondan ziyod yoshlar, shuningdek, chekka qishloqlardagi o'quvchilar ham 20 dan ortiq tillarni bepul o'rganishmoqda. Ibrat farzandlari jamoasi 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha aziz ustoz va murabbiylarni chin qalbdan muborakbod etadi. Bayramingiz muborak bo'lsin.